ikkita filial qilishimizni maqsadi eng avvalambor oilaviy klinikamiz har doimdek xizmat ko'rsatadi, lekin hozirda sharoitlar o'zgardi. Judayam komfortabilniy holatga olib keldik. Yotib davolanish, statsionar davolanish hamda kunlik qatnab davolanish yo'lga qo'yildi. Bu kunlarni biz judayam ko'p uzoq kutdik hamda mijozlarimiz kutishdi. Uzoq yaqindan keladigan, boshqa mamlakatlardan, SNG davlatlaridan keladigan mijozlarimizni talab istaklariga binoan biz statsionar davolanishni yo'lga qo'ydik. Qilayotgan ishlar, ketayotgan jarayonlar o'zimiz uchun ham bir his-hayajonli bo'lyapti, lekin hammasi mijozlarimiz uchun. Mana endi savol tug'iladi ko'pchilikda, nega bir vaqtda ikkita filial ochishga qaror qilganimizni. Oilaviy klinikamizda asosan ayollar va